Fuqarolarga tezkor xabar. O'zgidromet agentligi o'zbekistonliklarga 17, 18 va 19 dekabr kunlari uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Barcha xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Tezkor va muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hamda ushbu yangiliklardan imkon qadar tezroq boshqalar ham xabardor bo'lishligi uchun video ostiga bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insondan Alloh rozi bo'lsin. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 19 dekabrda Qoraqalpog'iston Respublikasining ba'zi joylarida qor yog'ishi mumkin. Ba'zi joylariga esa tuman tushadi. Harorat kechasi 17 dekabrda 3-8 daraja sovuq, 18 va 19 dekabrda kechasi 5-10 daraja sovuq, kunduzi 2 daraja sovuq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida 17 va 19 dekabrda yog'ingarchilik kutilmaydi. 18 dekabr kuni ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. 20 dekabrda ba'zi joylarda qor yog'ishi mumkin. 17 va 18 dekabr kuni kechasi harorat 2 daraja sovuq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. 18 va 19 dekabr kunlari kechasi harorat 2-7 daraja sovuq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatida 17 dekabrda ba'zi joylarga yomg'ir yog'adi. 18 dekabrda ayrim joylarda yog'ingarchilik qorga aylanishi mumkin. 19 dekabrda ba'zi joylarda ham qor yog'adi. Havo harorati kechasi 17 dekabr kuni 0,5 daraja, kunduzi 2-7 daraja bo'ladi. 18 va 19 dekabr kunlari kechasi harorat 0,5 daraja sovuq, kunduz kunlari 0,5 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida 17 dekabr kuni ba'zi joylarga yomg'ir yog'adi. 18 dekabrda yoqqan yomg'ir ayrim joylarda qorga aylanishi mumkin. 19 dekabrda ham ayrim joylarda qor yog'adi. Havo harorati 17 dekabr kuni kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi. 18dan 20 dekabrgacha harorat kechasi 0,5 daraja sovuq, kunduz kunlari 0,5 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida 17 dekabr kuni ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. 18 va 19 dekabrda ayrim joylarda o'sha yomg'ir qorga aylanish ehtimoli bor. Havo harorati 17 va 18 dekabr kunlari kechasi 0,5 daraja sovuq, kunduz kunlari 0,5 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti bilan qor yog'adi. Ba'zi joylarga ayrim tumanlarda kuchli bo'lishi mumkin. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 17 dekabr kuni kechasi 3 daraja sovuq, kunduzi 0,5 daraja iliq bo'ladi. 18 dekabr kuni kechasi va kunduzi harorat 0,5 daraja sovuq bo'ladi. 19 va 20 dekabrga kelib kechasi harorat 3-8 daraja sovuq, kunduz kunlari 3 daraja sovuq bo'ladi, deyiladi ma'lumotda.